agar islom diniga o'tadigan bo'lsa, agarda islom diniga o'tadigan bo'lsa, xristian diniga mansub qiz yigitlarni nikohlab olsa bo'ladimi? Shunga javob bering. Avvalda ham bu savol bo'lgan, darsimizga oid savol. Xristian dinidagi ahli kitoblar, nasara va yahud boshqa dindagilarni, ahli kitoblarni majus, o'tparast, alangaparast, quyoshga sig'inadigan, oyga sig'inadiganlar bo'lmaydi. Ammo ahli kitob bo'ladigan bo'lsa, ularni qizlarini o'zini dinida turgan holatda, ya'ni islomni qabullamasa ham, uni musulmon yigit uylanishlikka haqqi bor. Uylanadi. Nikohlab uylanadi. Unga shariatimiz ruxsat bergan. Ammo musulmon qiz ahli kitobga turmushga chiqishligiga ruxsat yo'q. Musulmon qizi ahli kitob. Nimaga desa, u agar musulmon yigitga tegib, musulmonlarni go'zal xuluqlarini ko'rib, musulmoncha yashab ko'rsa, keyin ta'sirlanib islomni qabullab ketishi mumkin deydi. Ammo musulmon qiz ahli kitobga tegib turib, dindan chiqib ketishligi unga islom yo'l qo'ymaydi. Tushunarlimi? Ammo ikkovi ham agar ikkita xristian dinidagi odam islomga o'tsa, biri qiz, biri yigit, ikkovlari ham nikohlanaveradi. Unda turgan narsa yo'q.